Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. Birinchi bölüm Ansiz yillar. Birinchi bob. Nahiya bozorining bog'u bo'stonliq ko'chasiga joylashgan bu katta qur'oning oldidan eriqda suv iqib o'tadi. Darvozasining ikki yenidagi bukkida o'sgan sida daraxtlari yo'llargacha soy tashlab turadi. Uyg'ur me'morchiligining katta mahorati bilan qizil g'ishda gul chiqarilgan qurg'u tomlari, o'yma naqsh qilingan yog'och darvozasi hayvat bilan ko'zga tashlanib turadi. Bu katta qurg'u Mötver Seyit Hojining turalg'usi edi. Yaz oylarning ajoyib chiroyli bir kuni atdigan soat 10 bilan bu qur'oning oldiga ikki kishi keldi-da, darvozaning temir halqasini shirqlatdi. Kim? Hoji, biz keldik. Qil marhamat, deb uy egasi Seyit Hoji darvozani ochdi. Seyit Hoji o'tir bo'yi yumaloq beshiga bodamliq kiygan, uchisiga oq cho'chunchidan o'ri yaqiliq ko'nglak va tambal kiygan, soqollari o'ziga qo'y yarashgan, nayt kelishgan, sipoya 50 yoshlar chog'imizdagi kishi edi. Bu uyning naqshlangan peshayvon tuvriklari, qopqoqliq derizlari, sirtdan quruq kirgan hamonliq ko'zga tashlanadi. Qur'oning bir tarafi gullik bo'lib, atirgul, qamchigul va chinigullar ichilib, ashq pechaklar tom bo'yi yomishib ketgan edi. Qur'oning yana bir tarafidagi uzum barangi o'g'zi bo'yi ko'tarilgan. Qur'o shunchalik ozoda ham salqin edi. Mehmonlar ikki kishi. Oldida mang'ini nahiyaning qozi xonimi Saydullo edi. U bo'yi pakar, yuzi kichik, burni ushluq, o'shki soqol, pitko'z, yapma qapoq kishi bo'lib, sallasining yo'g'onligida xuddi beshi g'ildinlab qolgandek ko'rinadi. Yana bir mehmon Qosimbek bo'lib, xalqlar uni Qosim to'ga deydi. Demisimi, sho'tidek egiz, o'ruq, yaploq yuz, chashqan burut, chori ko'z kishi edi. Ikkilan ilgari oxir mengishib, qur'oning ichiga ola qo'ymay ko'z yugurtishga ulgurdi. Seyit Hoji naqshlik ishini ichib, "Qani, uyga marhamat" degach, derizning qapoqlarini ichib etdi. Qozoxonim oldida Qosimbek kaynadan kirib, mehmonxona uyining to'riga selingan xondan ko'rpalardan o'rin elishdi. Uyning ichi bak saramjon edi. Marablarga duxovi yopish esilgan, takchilarga chiroyli chini taxsilar, chaynaklar, lunqlar, uning udildagi takchilarga terdan tashlangan tom-tom kitoblar tizilgan edi. "Xo'sh kelishiblar, qani bahuzur o'tirasizlar", dedi Seyit Hoji. Mehmonlar duoga qo'l ko'tarishib, "Amin, Allohu akbar. Tinch aman turishlimu, Hoji?" dedi yuzlarini siypab. "Rahmat, mushunchalik turdim. Har qaysilarimi tinch aman turishganlar", dedi Seyit Hoji. Mehmonlar terlab ketgan yuzlarini ertishib, to'llarini silishdi. Angacha bir yigit obtuva chilabchi ko'tarib kirib, mehmonlarning qo'llariga suv berdi. Arqadan dasturxon selib, non, qetiq, qaymoq, meva-chevalarni ustalga to'ldirib etdi. Ondan janonchilarga choy quyib, mehmonlarga xonchida tutdi. Ham choyga parqirib turgan oppoq navatlardan selib qo'ydi. Ular choy ichib, taqnin bog'dan paranglashib o'tirg'icha leganda pulu go'shtlarni keltirildi. Ular g'izolarni toza mazza qilib yeyishdi. Issiq besib, chekilarda tar yoltirdi. Pulu go'sht tugal yeyilib bo'lgandan keyin lo'ngi bilan qo'llarini surtishib, qiziq choy ichishdi. Seyit Hoji bularning nima vajidan xabar bermasdan tuyuqsiz kelishganligini bilolmadi. Oxirida har bir odamga bir kasadan qo'g'in tog'iz keltirildi. Suyi chachrab turadigan, tatliqligidan tilni yoradigan qo'g'in tog'izlar ishtiho bilan yeyildi.
Бүгін huzurlarga kelip, yaxshi mehmon bo'ldi, Qaji, dedi Qazaxonim başlarını gıldınlatıp durup inçik avazda. Özlerine köp rahmet. Qasımbek ikimiz aldılarga bir məsləhətə kelib edik. Hoş təqsir, dedi Seyit Hacı anlaşıqda qaza bulub. Gapni ochiq etsaq, bizga to'lim paylıq fürsət gəldi. Xoş, bu sözlərini Qasımbekning ağzından anlaylı, dedi Qazaxonim ejib o'tirgan Qasımbekka qarab. Bu mundaq ish, deb gap başladı Qasımbek çaşqan burutlarını muğamberlerce sılap durup. Hozirgi hökumət yurtjonlarını, bəglərni, baylarni yöləb, ularning mənfəətini qoğdaydigan, avam xalqning bizga boyuntavlıq qilishini, ko'z olaytishini to'sadigan bo'ldi. Peqir Xotanda bir mezgil turib, tijorat qilish jarayonida ancha-muncha til o'rganib qolg'ashqa, noilik hökumətdə to'ngchilik qildigan bo'ldim. Hürmetli Qazaxonim başçılığında boylar, bəglər birlikdə bu hökumətning siyasətlərini qollab quvvatlab, baş siliq yığışda kuch chiqirdigan bo'ldik. Shunga Seyit Hacı silinimi bizning sepimizga qaytilsa degan umidda oldiriga kelishimiz. Seyit Hacı bu baş oyog'i yo'q, to'mtaq gapdan sal hayron qoldi. Shundaqdimi darhol bir nima deyishdan tilini tortib, xonimizga qadam tashrif qilishganlarga rahmat. Biz mushu yurtda tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan, bu yurtdagi xalq bilan qon qarindoshdak o'tyapmiz. Xo'sh Qasımbek, so'zlarini to'liqroq tushuntirib qo'ysizlar. Men kunda kitob ko'rib, bolalarga dars o'rgatib, rostla yurtning gohi ishlaridan bexabarman. Qarag'anda vaziyat jiddiy o'xshamamdi, deb so'radi. Jiddiymi deganlari nimasi? Hozir vaqt vaziyat ajoyib jiddiy. Bir muncha askarlar qo'shin tortib yurtimizga keldi. Ularning yeydigan, ichadigan, kiydiganlarini biz ustimizga oldik ekanmiz. Shunga ular oldi bilan boy, bek, qozlarni chaqirib bizga vazifa topshirdi. Ular yerlik hukumat va boylar bilan birlashib olvan yasoq yig'di ekan. Ammo Səmirdi bolsun ki, boylarning bir tal moyig'imi tegmaydi ekan. Olvan yasoqlarning türi burunqidan nechasi ko'p. Biz ularning putig'i put, qo'lig'i qo'l bo'lmasa, kunimiz tasga tushidi ekan. Seyit Hacı shuklab o'tirib ketdi. Ondan Qazaxonimga qaradi. U Qasımbekning so'zini barhaq shundoq deb tasdiqlab başlamıştı o'tiradi. Jahon nima bo'lib ketdi deb o'yladi Seyit Hacı. O'z qon qarindoshlarimizga zulm silish hisobiga o'zimizni qo'g'dab qolamdik. Yo'q, men unda qila olmayman. Oh Xudo, kishilarning beshiga kelgan bu dardlarga o'zing bir nima dersan? O'zing ulug', sendan boshqa bosh panohimiz yo'q. Biz ojiz banda, bilib bilmay nima gunohlarni o'tkazgan bo'lg'aydik? Yoki ota-bobolarimiz gunoh qilib atgan bo'lg'aymidi? Xudo, men hozir intayin qiyin savolga duch keldim. Biroq men hech qachon qarindoshlarim, yurtdoshlarimning o'lar tirilishiga qaramay ish qiladigan odam emas. Qilgan gunohlarimni mag'firat qilg'aysin. Men o'zimni vijdonliq, g'ururliq bir inson deb yashaganman, yana shu vijdonim va g'ururim bilan davomli yashayman. Beshimga tog' yiqilgan taqdirdami o'z yo'limdan bosh tortmayman. Yo'q, men hargizmi xalqimning ziyon tortishi, jafo mushaqqat, zulm sitamga uchrashi hisobiga yashamayman. Xo'sh, Seyit Hacı, dedi Qazaxonim. O'zlari so'g'i tushgan tashdek jimib ketdilar-ku. Haqiqatan shu mol-mulk o'zimlarning g'amida qoldilar-ku deyman. To'g'ri, buni o'ylamag'ili bo'lamdi. Bizni Xudo mana shundoq obro'yliq, e'tiborliq yaratgan ekan. Shunga o'zimizni qo'g'dashni, hayot yo'li tanlashni, foyda ziyonni o'ylashni bilishimiz zarur. O'zini, o'z obro'yini bilmaslik
Nadallıqdır, dedi u Seyit Hacıga nasihat qilgandek. Hacı, dedi Qasım Tögümü çara közlerini parqırtib. Sizlar bu yurtdagi mo'tivar, obro'li kishi, uning ustiga dunyoning nurg'un joylarini ko'rgan, ilmlari bor, taqvodor kishi. Shunga o'zlariga ziyon zahmat yetib qilishdan ehtiyot qilganlari durust, dedi nasihat go'yliq bilan. Har qaysilarining ko'ngil bo'lganlarga ashqalla. Rostini aytsam, men bakla qoyim qilib qoldim. Xalqimizning turmushi nachar. Bu yerdagilar boshqa el, boshqa yurtlarga qaraganda to'limi g'o'rgul turmush kechirdi. Yurtdoshlarimizning ko'pchiligi boylarga, baglarga kunlik ishlab jon boqadigan, yana bir qism kishilar shu necha mo yeriga terigan don yoki beqibatgan chorvasi bilan kunini orolni oladigan tursa, sizlar degan olvan yasoq bek ko'pmi qandoq? dedi Seyit Hacı. Men mumush yurtliq, dedi Qosimbek sal andikib turib. Sizlar deganni menmu besh qo'ldek bilaman. Qandoq qilamiz? Yaratgan egimiz bizni ana shundoq boy, kambag'al, aqlli, aqlsiz qilib farqli yaratibdi. Mana shuningga yarasha yashaydigan gapkan. Hamma odam peshonasiga kutilganini ko'rmay iloji yo'q. Endi bu xalqning foyda ziynini desak, biz qanday qilamiz? Amaliyotda bu biz uchun bir yaxshi fursat. Qarsila, mening 1000 mo yerim, nurg'un chorvam bor. Uyimda 60 kishi chakar bo'lib ishlab, o'zini, uydagilarning jinini boqadi. Agar shunda men mushu vaziyatdan foydalanib, yerimni 2000 mo'ga yetkazsam, u chaqda 100 dan oshiq odamni beqib savobini olaman. Shundaqmi Qazoxonim? Barhaq, dedi Qazoxonim istikla Seyit Hacıga qarab. Shundaq bo'ladi. Bo'lmasa ular nim bilan kun kechirdi deyla. Baglarning, kambag'allarning holidan xabar elish savobli ish. Qosimbek mana mushundaq savob tepayotgan bayjuma, dedi-da bir ish esiga kashgandek. Hoji, sizlar bolalarga hisob kitob o'g'itaman deb boshqa dindikilarning narsalarini o'rgatmisizlar. Esirdi bo'lsin, Qur'on Karimdan boshqasi bekor. Ularning og'ziga ilm, diliga iymon solsalar, ikki olamlik savob topurlar. Men bu to'g'risida yo'chon so'zlarni anglab qoldim. Sizlar hoji bo'lgandan keyin boshqa ishlar bilan korlar bo'lmasin-da axir, dedi eg'irroq talaffuzda. Seyit Hacı Qazoxonimning bu so'zlarida boshqacha ma'no borligini his qilib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Biroq ko'ngligini yoshirmadi. Qazoxonim, mening bu norasidlarga hisob o'g'itishim foydali. O'zlariga ayon podshohlarga xazina boshqaruvchi kerak-ku. Boylarmi, qozlarmi, oddiy kishilarmi hisob bilish kerak. Hisob jahon ahliga o'rtaq bir ilm. Uni o'rgansa, odamning zehni ichiladi. Qazoxonimning qopig'i turildi-da, mening so'zim vojibdir. Bu yurtning qozisi men. Boshqalarning eg'izga erishishi hojatsizdir, dedi buyruq talaffuzda. Yo'qsa Qazoxonim, fikrlarga hech bir qarshilik yo'q. Bilmadim, hisob darsining nemasi yomonkin? Bu gapga Qosimbek qo'shib soldi. Qazoxonimning so'z buyruqdir. Uningga hech bir sabab ketmaydi. Sizlarning o'z manfaatlarini, mol-mulklarini, jonlarini, oilalarini qo'g'diqlari bormi yoki? Seyit Hacı intayin qiyin masalaga duch keldi. Dunyoda o'z manfaatini, o'z jinini, o'z mulkini aziz bilmaydigan qaysi odam bor? Biroq o'zini debla boshqalarni go'rga itirish to'g'rimi? Yo'q. Bu musulmondarchilikmi, odamgarchilikmi yotdir. Seyit Hacı, bu yerdagi ishlardan xabarsizdak so'zlayotdi. Qarasam, bekla qoyimi qilib qopdi, dedi Qosimbek yana.
Hacı, inson deganga boyliq, baxt, fursat doim kelavermaydi. Mana mush fursatda o'zimizni chindab, yo'limizni tepib, bir umrlik vaj yig'ib olmamdiq. Tapqollarimiz naga ketadi deyla? Yana mush zaminda qoladi-ku. Ikkilarning ko'zi Seyit Hojiga tikildi. Seyit Hoji intayin qiyin ahvolda edi. U go'yo jannat bilan do'zax o'tirsidagi va yoki baxt bilan azob o'tirsida puchilandi. U go'yo o'lmay turibla pilsirat ko'rigidan o'tish yo'lida edi. Biroq u hargizmi o'zi uchun emas, balki mushu yurt xalqi uchun jinini berishga rozi edi. U do'zaxni ravo ko'rsa ko'radiki, hech qachon o'z manfaati uchun boshqalarning yo'lida mangmaydi. Uning yuzi esilib, peshonasidan ter tepchib ketdi. U chaqirilmagan mehmonlarni tezdan uzitib etish maqsadida o'rnidan turib, qo'rg'oga qarab, "Tomoqni tortinglar!" deb to'g'ladi. O'xshagan qiymiliq ugra opqur chinlarni keltirdi. Ular ün-tinsiz oshni puvlab turib, ichib bo'lib, tarlarini surtishdi. "Oshdan yana akirsinmi?" so'radi Seyit Hoji. Rahmat, obdan ishib oldik, deyishdi ular xushxo'ylik bilan. Qozoxnim Qosimbekka qaradi. Qosimbek bo'lsa, o'zlari bir nima deslar deganda qarab turdi. Oxiri Qozoxnim gelini qirib qo'yib, gapini boshladi. Seyit Hoji, sizlarga bergan maslahatimizni angladinglar. Bu ish bek muhim ham o'zlar uchun foydali. Endi allarga kelishdiki yana bir sabab, Qosimbek birodarimiz o'zlarining bir navri singillarini o'ziga xotinlik so'raydi ekan. Xo'sh, dedi Seyit Hoji noxush bir tarzda Qosimbekka qarab. Ondan Qozoxga qaradi. Bilsam, Qosimbekning 3 xotini bor-ku. Yana Seyit Hoji gapining oxirini aytolmadi. Shundaq, Qosimbekimning 3 xotini bor, biroq begim hamdala 40 yosh kirdi. Mushunda qovul, hech narsaga hojat yo'q begimga 4-chi xotinmi boshliq qilmaydi. Sizlarning bir navri singillarini ko'rib qilib, begimga kuyuk o't tushibdi. Begimning hozirmi yuragida o'ti bor deysizlar? Bu gap bilan Qozoxningmi, Qosimbekmi kulib ketdi. Seyit Hojining beshidan kirgan ochiq oyog'idan chiqquncha yuragi ichishib, tishlari g'o'chirlab ketdi. Oh, noshukr banda, noinsof bek. Uning maylichi bo'lsa, butun dunyoni yutib olsa, butun ayol zotini o'zining qilib olsa, texi nomus qilmasdan 4-chi xotinning gapini qilib atdi. Mav Qozoxnim uning ketminini chepib atdi desa, bu mundaq ish, dedi Qosimbek. Tog'alarining yana 2 o'g'li bor emasmi? Agar ularni askarlikka tutmasin desa, navri xonimni menga xotinlik bersin. Men ularning xizmatini qilay. Qosimbek, bu to'y ishimi yoki sud setixmi? dedi Seyit Hoji do'qilib. Seyit Hoji, azaldan tortib hamma ish yana to'y ishimi sud bilan-ku. Bu ishqa hayron qolmaslimi bo'ladi. Men u xonimning yarashqini qilib uyga akilib olaman. Ikki aksi askarlik tutilmaydi. Ish tamom. Buningdanmi yaxshi ish, buningdanmi dono maslahat bo'lmas. Qani Seyit Hoji, sizlarmi erkishig'i, buningga bir nima deysizlar? dedi Qozoxnim qistab turib. Hurmatli taqsir, dedi Seyit Hoji Qozoxnimga qarab. Tag'am tugab ketgan bilan hamma ocham bor. Shular bilan maslahatlashib qilishsa bo'larmikin? Menmi bu ishqa ig'dorchilik qila olmayman, dedi ig'ir o'hsin. Sizlarni cho'ng bilib, oldirga kelibdik texi. Bo'lmasa, u degan bir tul xotinga, oningga gapim o'tmagan jonni ko'tirib yurmayman desizlar. Bu yurtda gapim gap, qilg'inim qilgan. Bo'ptamisa, qoldi ishlarni o'zim bir taraf qilay. Ular navri singillarini qo'shqollab berish bilan billa
он мо ерні мо кетіп беремді дехе. Бұның бірден дегілі болмайды. Деді мәсқарлік авазда. Сейт Hacı'nın yüzü bir qızırıp, bir tatırıp, bütün əzayı titrəp getdi. Tova, tov Xudayım. Özlərinin şunca yer zimin, çarı ve mallar turup, başı tul xotunun yeriga göz tikib atamdılar begim. İnsaf qılsıla. Qarğanda sizlar nəvri singlimnila emas, balki yerini ko'zlab etibla taqsir. Bu yurtda boshqa odam yashsin, boshqa odamni Xudo yaratgan banda. Undaq noshukr bo'lmaslar. Meni ayblab ketgidek. Sizlar kimdilar? Dedi Qosimbek devinib turib. O'zlarini kim chaqlab qoldilar? Hozir bu yurtda mana men nochi. Xotini alsam pulga olaman. Kuchim, qudratim bor. Ulan baqalayman. Xotin deganni belida mag'dur bor, yurakida o'ti bor. Xotin haqning hojatidan chiqa oladigan o'g'il bola olaydi. Bo'ldi. Bu ishlarga sizlar aralashmasizlar. Ya yaxshilikcha yelinib, ya yomonlikcha chirqirtib turib, olarman. Gapim gap. De o'rnidan dast turdi. Bu chaqirilmagan mehmonlarning bir chiroyli taom yeb, shundoq bahuzur mehmon bo'lib, oxirida bundoq jidal qilishini kutmagan Seyit Hacı untinsiz turaverdi. O'tirda biri Qosimbekka, biri Seyit Hacıga qarab turib qolgan Qozaxonim arig'i tushdi. Qani Qosimbek, joylarga o'tirsizlar. Bizning Seyit Hacı bilan hech bir adovatimiz yo'q. Onun ustiga bu uyda burundan tartib, tuz taom yeb kelyapmiz. Xo'sh, qoldi ishlar qaysi tariqada hal bo'lsa, shuni ko'rarmiz. U xonimni olmaslar, boshqa birini olsam bo'ldi. Dunyoda xotin qaq ko'p-ku. Qani, dasturxonning hurmati uchun. deb duoga qo'l ko'tardi-da. Amin. Allah Taala hammalarga yo'riqliq, insof tatbiq, diyonat ato qilg'aysin. Ilohim, Hacıning dasturxoniga barakat, uyiga xotirjamlik ato qilg'aysin. Allohu akbar. deb duoni tugitib o'rinlaridan turdi. Seyit Hacı ularni darvozaga uzatib chiqib, xomush holatda turib qoldi-da, o'z-o'ziga. O'zini ahli musulmon, bey, qoz deb olgan mavu yurt cho'nlari shunchalik odam ekanda. Tova. Bular bir to'p bo'ri ekan-ku. Menaja bularning ichidagi hiyla-mikir, yomonliklarini bilmabdi ekanman desa. Endi bu kasabatlar nima ishlarni qilib, xalqning beshiga nima kunlarni solar? Yurt tomonligi, xalqning tinchligi bo'larmi? Bechora Machomning oilasiga nima kunlar kelar? Xudo, ko'pning omonligini berarsan. Sendan boshqa boshpanohimiz yo'q, dedi. Biroq o'z oilasi to'g'risida hech bir xavf-xatarni o'ylamadi. Qozaxonim bilan Qosimbek birga minib, Iroq bo'yiga kelganda Qosimbek: "Hap, bu oilaning kulini ko'k so'rvatmasam, dadim chiqmaydi. Ajabmi cho'mchilik qildi-ya, bu Seyit Hacı degan", dedi zardi bilan. Hay, dedi Qozaxonim. Shaytonning kayni kirmislar begim. Yat qo'lning azobimi xalqqa ko'p zulm bo'lyapti. Sizlar bu yurtning atisi, o'zlarini tutib olsalar bo'larmikin? Seyit Hacımi obdan odamjimi? Qozaxonimga bir xil hiylagarlik bilan qaragan Qosimbekning chori ko'zlarida zaharxanlik aks etdi-da, mug'ambarlarcha kulib turib: "Achchig'imga paylamay deb qo'yibman-ku endi. O'smi ketidi, qashqalidi, suv ketidi, tashqalidi degandek bir ish begim. Biz nimani bo'lsin, bir yurtning odami, bir o'stanning suyini ichgan deysizlar." Ikkinchi bob. Bu 20-asrning 30-yillari bo'lib, Tangir deg'ining janubida tinchsiz kunlar boshlangan edi.
bu yerga bostirib kelgan Tungan qo'shini yerlik hukumat va bir turkum boylari bilan birlashib, shu yerdagi xalqqa azob uqubat selish tayyorligida edi. Ayni yillardagi yo'qsizlik, ocharchilik, ezilish qo'shilib, nurg'un kishilar cheksiz azobda yashamoqda edi. Seyit Hoji bir necha kundan beri sirtqa chiqmadi. Ham heliqi tuyuqsiz kelgan ikki mehmonning so'zlarini o'ylagan sari ichi ichishdi. Yurakini bir nima tatlagandek titildab yurdi. Oradan bir hafta o'tdi. Sirtqa go'sht, ko'ktat, meva-cheva olg'ili chiqib ketgan ishlamchi yigit sirtdan kiribla maydasini tutguncha hozirab turib ketdi-da: "Hojika, yurtimiz qalayimqon bo'lib ketibdi. Hamma yerda erlarni askarlikka tutib olibdi. Unimg'anlarni bog'lab, urib, yorlantiribdi. O'g'il bolalar taraf-tarafga qochib ketib yetibdi. Qochqonlarning ot-onlarini tutib, balongni tap, bo'lmasa beshing bilan javob qilasan deb qistab yetibdi. Men bak qo'rqib ketdim. Hamma yer patbaroqchilik." Seyit Hoji bu ishlarning shuncha tez yuz berishini o'ylamagan edi. Birdinla yurak oldi bo'lib qoldi. Uning ustiga atigan cho'ng o'g'li Mahmud qari onasi bilan singlisini elib yeziga bir tuqunining o'lim ishi uchun ketgan edi. U darhol ishlamchi yigitga: "Ot harbini qaytib, qushnochim bilan Mahmud qariqonlarni yondirib kiramsan?" dedi. "Hojika, buguncha chiqmay, atigan saharda chiqib akirsam bo'larmikin? Uning ustiga sahra bu yerdan tinchmikin deyman." "Bo'pti, ata saharda chiqarsin" deb Seyit Hoji uyga kirib ketdi. U uyda o'ltirgani bilan ko'ngli parakanda edi. Namoz o'qib etibmi, oyatlarni xato o'qib soldi. U umrida mundaq ansizlikka tushib boqmagan edi. Bir chog'da qang'iyib yetibla ko'zi uyquga ketdi-da, g'alit bir tush ko'rdi. Ularning qo'rosida to'y bo'layotganmish. To'yda nurg'un odamlar bormish. Kelini, ikki navrisi, o'zi nag'ri sunay sadosiga keltirib usul o'ynab, qoqoqlab kularmish. O'ynagan siri o'ynag'isi kelarmish. Bir to'p kishilar xuddi barat oqshim bo'lgandek yog'liq qapoq ko'ydirib, butun mahallada yugurib yurarmish, kularmish. U cho'chib uyg'ondida beshini tutib o'ltirib qoldi. "Oh, Xudoyim, bu tush nimadan bishorat? Yaxshilikmi yoki shundoqdan bishoratmi?" dedi u unlik ovozda. "Hojika, sizlarga biror ish bo'ldimi? Mijozlar yo'qmi? Choy ichamlar?" dedi ishlamchi yigit kirib. "Bolam, chaqqan otni minib yeziga borgan. Ular uyga kirmay tursin." "Sizlarchu?" "Manga hech ish bo'lmaydi. Kelin og'icha ikki navram bilan to'timiz borg'u. Xudoyim balo qazodan saqlar. U yerga berib, bu yerdagi ishlarni aytib ularni parakanda qilma. Biroq atrofga obdan sapsilib, sagak turishni aytqin. Qaytishingda bir tag'ar uni olg'ash kirgin. Bo'lamdi?" "Ma'qul Hojika, emsa hozirli mangay." "Xudoyimga omonat, yo'lda qarab mang'arsan." "Ma'qul, xo'sh emsa." Yigit ittik chiqib ketdi. Seyit Hoji kechlik tomoqni yemasdan uyga kirib, jaynamozda o'ltirib, yurtqa, oilasiga, farzandlariga Xudodan tinchlik, omonlik tiladi. Tong otqicha ko'z yumadi. Әтсі чайдан кейін көңлі паракенде болып атқан болсымы, көңліні авындырыш һәм яман хиялларны қылмаслық үшін Аллаға китапларны ейіп, оны-бұны көріп отыратты. Қош қанатлық дәрваза күмбірләп урылды. Чөчіп тұрып кеткен Seyit Hoji үйден шығып болғыча, бешіға ақромал салған келіні дәрваз түйеге беріп, «Кем?» деді әнсіз авазда. Аңғыча ішіні ұрып чеқіп, bir top askar etilib kirdi-da, qora miltiqlarni batlab turdi. Ikki askar uyga yugurdi. Biri qaraqchi kelib, hayron bo'lib turgan Seyit Hojiga barqirdi. "Qimirlama, bo'lmasa o'lasan!" Ularning yanida oldingi kuni mushu uyda mehmon bo'lib, o'zining hayvisini ko'rsatgan Qosimbek g'adiyib turardi. U: "Qani, Hoji,
Öydeki altın kümüş, mal mülk bolsa, yavaşlık bilen ularga bersizler. Bolmasa ularning miltiqi odam to'nimaydi jumi? Dedi set alayıp durup. Tuyuqsiz yüz beriyotgan bu ishqa hayron qolgan Seyit hoji "Nima ish bo'ldi?" dedi huduqish bilan. "Nima ish bo'latdikin? Texch xabarlari yo'qdek gap qildi-ku. Bular yurtni egilidi. Hozir bularning degan qilg'ini qilgan. Ularga bo'ysunmay mumkin emas hoji." Şu arlıqda bir askari kelgan peti Seyit hojining beliga miltiqning poyinki bilan birini qo'yib yiqitdi-da: "Chaqqan bo'l! Uyingda bor pul, oltin, tillarni chiqar. Chaqqan bo'l!" deb varqiradi. Ağırqı chiday olmagan Seyit hoji yerda belini tuzlayolmay yotqunicha voyjonlab ketdi. Biri bir nima deb qoldirilib edi, ikki askar Seyit hojini qo'rodagi lim yog'ochga bağlab qo'ydi. Uları uydan sanduqdagi iriq mal, zilchi gilam va raxtlarni ochqib, xalta tag'arlarga soldi. Boshqa cho'nroq biri: "Onunga ayt", dedi Qosimbek qarab. "Yerga ko'milgan mallarni deysin. Seyit hoji, yerga ko'milgan boyliqlarni chiqarsizlar." Seyit hojining holi aran qolgan edi. O: "Bisotimda bari shu, endi hech narsa qolmadi. Jinim omon qolsalar, men rozi", dedi. Biroq ular uning gapiga ishonmadi. Qosimbek: "Hamma yerni chala qo'ymay oqtiringlar", deb buyruq qildi. Bir necha askari uydan oltinga tegishkusiz tom kitoblarni ochiqdi-da, bir tarafdan yirtib, bir tarafdan o't qo'yg'il turdi. Bundaq ashaddiy qilmishga chiday olmagan Seyit hoji: "Bundaq qilmanglar, kitoblarni ko'ydirmanglar", deyishiga Qosimbek: "Yaxshi maslahat quloqlariga musht urgandek anglangandi, endi ko'rar kunlarim shu", deb orqadan askarlar boshlig'iga qarab bir nimalarni qoldirdi. G'azablangan boshliq shu an tapanchisini sug'urib olib Seyit hojini etib etdi. Orqadan Seyit hojining kelinini va ikki navrisini qo'rg'a ochqib qo'rqitdi. Uchaylarning chiroyida qon qolmadi. Seyit hojining fojialik o'limiga qarab yig'lashdi. "Ey xotin, ayta, uyda oltin kumush bormi?" deb varqirdi Qosimbek. Kelin og'cha qo'rqinidan tillari qalvolishib, gap qilolmay bir xilda yig'laydi. Yana bir qaroqchi uning 7 yoshlardagi o'g'lini qamoqlab ekilib: "Ayt, boyliqni bizga deb bermasang, bolangni o'ltiraman", dedi ko'zlarini chaqchaydi. Bechora ona qo'lidagi oltin bilaguzukni chiqarib: "Bolamga tegmanglar, menda bormi shu, bu bechora narasidan qo'rqitmanglar", deb yelindi. Biroq tishlarini parqirtib turgan talat so'rin askar qo'rqinishdan qora ko'zlari mildirlab, taram yosh eqib turgan bolani miltiqning poyniki bilan birini urib, menisi chuvibdi. "Voyjon!" deb chirqirgan ona bir hoza ho'shini bilmadi. Orqadan: "Voy bolam, jinim bolam!" deb bolaning jasadini quchqig'iga elib yig'lab, jinidan to'ygandek barqirab: "Noinsoflar, bu bolada nima gunoh? Nima qilsam, meni qilsam bo'lmasmidi?" deb yig'laganicha qaroqchilarni qora yomg'ir tillab deb faryod ko'tardi. Ana!" deb kichik bolasi onasini quchoqlab yig'lab, keynida g'umiyib turgan egiz bo'y, hingongchish, qismoq ko'z askarga etilib berib, qo'lini tishlab, ikki barmoqini uzib oldi. U iplasning bir uni yerda, bir uni osmonda chirqirab ketdi. Bola yugurgan peti onasini yana quchoqlab oldi. "Jinim bolam, seni qo'rqitib etdi bu zolimlar. Ana, seni jinim chiqqich qo'g'dayman. Men degan o'g'il bola ana." Ikki askarning miltiqidan chiqqan o'q ona bolaning jinini oldi.
Qoroğa qıpqızıl qan yeyildi. Buningami qanoat qilmagan qaroqchilar uyga o't qo'yibdi. Bir kecha kunduz yalqinjagan o't oxiri o'chib, uy o'rni xarobiga aylandi. Seyit Hacı'nın xotini, oğli və qızı üçeylen uyga qaytish uchun jabnıvatqanda işlemchi yigit aldirash kirib keldi. Onun chiroyi sarg'ayib, lavlari gaz bog'lab ketgan bo'lib, hozirla xudini yo'qotib qo'ydigandek edi. İşlemchi yigit akşam Seyit Hacı bilan xo'shlashib chiqib, ot minib ketib etib, bir to'p askarning ko'chada chepishib yurib, o'tgan kashkanlarni tutib elib, gohlarini urib, gohlarining etini zo'rliq bilan tortib elayotganligini ko'rdi. Do'qmushlarda turib ketgan askarlarni ko'rgan yigit qo'rqib ketdi. Ya Seyit Hacı'ning qishig'a ketish, ya yeziga chiqib ketishga asla bo'lmadi. Uningga ansizchilik bilan bir kechani o'tkazish shuncha tas keldi. Uning ustiga u yotgan uydagi eg'ilda toza xillangan ot, bo'rdavatgan kola qo'ylar bor edi. Titrab turib kechini ming tasda tongga ulab oldi. Әтсә дегенде, yana yo'llarda askarlar turgan bo'lg'achqa, u yeziga emas, balki Seyit Hacı'ning uyiga borgan edi. Uning ko'rganlari reallikdagi fojia bo'lsa-mu, u ko'rganlarining rost yoki tush ekanligini bilolmay, o'zini yo'qotgan holda itis orlab yugurib yeziga chiqqan edi. Seyit Hacı'ning xotini ayollarga xos sezgirlik bilan: "Nima bo'ldi? Biror ish bo'ldimi?" deb so'rdi ansirab. Xon ana, men bek qo'rqib ketdim. Hech tilim bormayotdi. deb ko'zi yoshini to'xtatib ololmay, ko'nglining yengi bilan surtdi yigit. "Jinim balam, yig'lamay gap qila, soati nima ish bo'ldi?" "Xon ana, Hoji dadam, xon acham va ikki navrilarni bostirib kelgan askarlar itivatdi. Uyni kuydirib, kul qilivatdi." "Nima deding?" Mahmud qari andikib ketdi. Uning qo'y ko'zlari chakchiyib, qisqa qo'yib olgan yorishimliq soqollari titradi. Lablarini chidam g'ayrat bilan ishladi. "Qarka, ishbek chatoq. Hoji kamni u qonxo'rlar itivatdi. Xonacham bilan ikki o'g'illarini ular dahshatli o'ldirib, uy o't qo'yivatdi." Tillaxon ana lag'ildab titragan beti yerga lassada tushib o'ltirib qoldi. Mahmud qari un selib yig'laganicha o'zini urib, qachatlab, deb faryod ko'tardi. "Bu qandoq zamon bo'lib ketdi? Biz yo bir odamga yomonlik qilmasak, yo bir odamni bo'za qilmasak, nima deb u qonxo'rlar bizga zulm soladi? Voy jinim dadam, voy murabbam, voy yurak porlarim. Endi men qandoq qilaman? Qandoq yashayman?" O bir tarafdan yig'laydi, qaqshaydi. Yana bir tarafdan g'azabga keladi. Shu orliqda qulum qo'shnilar yig'ilishdi. Әтсі ular uyga qaytib, beshimizga kelganini ko'rimiz deb yo'lga chiqmoqchi bo'lib edi. Tuqqanlar: "Unda qilmayli, o'zimizni bekardan-bekar o'limga tutib beramdik. Mahmud qari, sizlar xon onamga gap qilsizlar, uning holi bek bo'sh turdi" deb tasalli etdi. Ularning ochchig'i besilmadi. Chunki molnimi iling, jonnimi iling, er ayol narasida bola demay, hammasini o'xshashlar vahshiylarcha qirib eting. Bu qandoq zolimlik, bu nima degan dahshatli ish? Mahmud qarining onasi Tilla xonim behush bo'lib bir necha kun suv chaqliq narsani ichmasdan yotdi. Ular sahroda yana bir necha kun turib qoldi. "Zodi, nemishqa bundoq bo'ladi?" deb yig'ladi ona. "Biz biror odamga emas, biror tal kumutiga azar bermagan, biror kishini bo'za qilmagan, aksicha yaxshilik bo'lsa qilib halol yashagan oila edi. Bu shumliq nadin keldi? Biz eski emas, balki ular vahshiy, ammo ularni qutratgan, bu uyni so'rishga da'vat qilgan munofiqlar bor. Bu o'zimizning ishdagilarning ishi" dedi ishlamchi yigit. "Nim dening balam?
Gapni aniq qil, dedi Tilla xonim. Qasım Tögini billa. Onun bilan Hajimkamning purchiqi pishmaydi. Qasım Töge bag bo'lg'ini uchun yurtqa patmay xalqni bek bo'zaq qilg'ashqa Hajimkam uningga nasihat qilib, ojizlarni bo'zaq qilmayli, egiz ko'rib turdi, debdikan. Shu Qosimbek silining uyiga u qaroqchilarni boshlab kelib, bu uyda oltin kumush, boyliq, dunyo daqni ko'p, qiyinsonlar ko'p boyliq chiqadi deganmish. Hozir shu iplas ular bilan ig'iz burun yalishib yurib etibdi. Endi qanday qilarmiz? Dedi Tilla xonim birdan tortib. Bir tarafdan jondan aziz mehribonlarimizdan ayrildik. Yana bir tarafdan o'z yurtimizda uysiz, makonsiz g'arib bo'lib qoldik. Endi qanday turmush kechiramiz? Xudo. Ana, yig'lamizlar, dedi Mahmud qari. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdikan. Xudoyim buyursa, jon tanda omon bo'lsa, tirikchilik qilamiz. Lekin beshimizga kelgan bu dardlar yuragimizni puchuldirdi. Bu ashaddiy vaqa yurimizga muhrdak bisildi. Yodimizdan mangu chiqmaydi. Ana, sizlar bizga boshpanoh edilar. Sizlar ham bo'lsa uyimizning to'rida o'tirib bersizlar. Qoldi ishlarga men singlim bor. Shundoq davatgan bilan Mahmud qarimi ochig'ini ichiga yutib, qon yig'lab yuradi. Oradan 10 kun o'tdi. Mana shu kunlardan tortib bu zolimlar xalqning beshiga zulm selib, qatma-qat bosh seliq bilan xalqqa ting'udak oromchilik bermadi. Kishi beshiga 10 chorak oshliq, ot, eshak, kala, to'xu, o'rdak, tuxum, o'tin saman, kegiz kechak, yotqan ko'rpidan tortib 18 xil olmon soldi. Qasım Töge bu mallarni 30-40 dak kushtungur, g'oljir, lukchak do'rg'alarga yig'diratdi. Uning uy zemini, mal dunyolari ko'p bo'lsa-mu, shuning qanoat qilmay, xalqni urib qiynab, mal dunyo undirib, qon yelikini sho'ravatdi. Bir kuni ishlamchi yigit yana Tilla xonim Mahmud qarilarni yo'qlab chiqdi. Uning chiroyi shunchalik yomon ediki, xuddi is chiqib ketgandek, ilishib qolgandek ko'rinadi. Men Qosimbekning ho'ylisiga kirgan edim, dedi u gap boshlab. Uning ho'ylisi odam qiynaydigan so'loqxonaga o'xshab qopti. Bir necha yillarni daraxtga bog'labdi, birlarini daraxtga esibdi. Yana bir necha kishini qo'roda oftobda yukindirib o'tirg'izib qo'yibdi. Bu ishlarni ko'rgandan keyin u ho'yildan qochib chiqib, orqadagi qo'noqlikda 2 kun yotdim. 3-kuni bir kishi qo'noqlikka kirib, shunda qattiq yig'lab ketdi. Birozdan keyin u meni ko'rib, "Ukam, qo'rqib mushiya turdingmi?" dedi. Men deb beshimni oralalayishdim. "O'ltir, ukam, o'ltirg'in. Hozir yuragim yerilib ketay da'vatdi. Mening akam Qasım Tögining uyida madikor edi. 30 dan ortiq ishlamchi etizda ishlaydi. Bir nechasi uning chorvasini boqatdi. U bicharalarning ayollari uning uyida ishlaydi. Bir kun akam namoz degar vaqti bilan etizdan qaytib kelib, qo'rg'oga kirib turib qoldi. Qo'rg'oda erlar qo'llarida ketman, gurjak, palta, kaki degandek saymonlarni tutgan peti Qosimbekning oldida devaylashib turgan ekan. "Qosimbek, bu nima qilganlari? Biz sizlarga ishlab beryapmiz. Nima vajdan bizning xotinlarimiz, bolalarimizning onasini ularga solab berdilar?" Debdi bir dehqon ketman sepini uningga tanglab. Biroq Qosimbekning burtimi tavrimabdi. Uning yuragi shundoq yo'g'nab ketibdi degani. Nima debdi demamsa? "Nima demoqchisan? Texi boyaqqonga gap qilg'odak bo'ldingmi?" deb gurkirabdi. "To'g'ri, Siliboy, silining gaplari o'ng. Biz kambag'alning gapimiz to'ng. Er xotin kech kunduz silining ishlarini qilib, noiti shu bir qocha
tamoq yeymiz. Shuningami shukr qilamiz. Har qancha bo'lsa-mu, sizlar bir musulmon turib, ayollarni ularning oyoq osti qilishiga tashlab beramdilar. Bizmi Xudo yaratgan banda, kambag'al bo'lsaqmi, er kishida debdi. Qosim to'ga o'rnidan turgancha kelib, heliqi diqqonning og'zini qon qilib edi. Yana nima gaping bor? Bo'lsa demamsan, debdi. Deyman. Voy sho'rvigadan sho'rva ichib to'ymagan sho'rvichi. Igakim u dunyoga borganda do'zg'i bo'larsan, deb qarg'abdi. Qolgan erlar birlab, ikkilab uning oldiga divaylab keldi. Ahvolning yomonligini bilgan Qosim to'ga asta orqasiga dojib, bu deb duduqlabdi. Qeyni so'zlisizlar begim, debdi Raylan. Qosim to'ga men degenicha ularning oldidan badar qechibdi-da, bir kun yo'qab ketibdi. Atsi yana shularning oldiga kelib, mendan xatolik o'tdi, men gunohkor, yuringlar, men sizlarga ombordan oshliq, yog' ilib beray, deb yolvuribdi. Ular, voy sho'rvigadan, sen bizning og'zimizni moylamoqchimi? Do'zax o'tida ko'ydigan olbosdi, biz sendan qisos olmay qo'ymaymiz, debdi. Atsi deganlar qurolliq askarlar kelib 30 kishini oldiga selib elib menibdi. Keyin boshqalardan ansam, ularni yo'l bo'yi miltiqning poyniki bilan urib, qo'g'lab, sayliqdagi sho'rliqqa akapdi-da, bir-birlab chepib tashlabdi. Qosim to'ga nima debdi demamsan? Senlarga o'xsay ketidi, qog'i quzg'unlarga yem bo'lish, debdi ularning parchilanib ketgan jassasiga qarab. Mana bu mushtumzorlar bir oyga yetmagan vaqtda xalqni ichinishliq kunga qo'ydi. O'ltirish, bulash, ko'ydirish, o't qo'yishdek qabohatlik ishlar noyidin yezlargacha kengaydi. Endi bu ofatning oldini olish mumkin emas edi. Tilla xonim Mahmud qarlar amalsiz yezda yoshirinib yotdi. Bu 7-oy bug'doy pishiqi mezgili bo'lib, jon qayg'usida qolgan xalq taraf-tarafga pitirab ketib, bug'doylar shu joyida qoldi. Shuning bilan Mahmud qari yezda bashaq terib jon saqildi. Mana shundoq o'r-to'pi bo'lgan bu yurtda qiz-cho'qonlar talog'i chiqolmadi. Chunki ular har vaqt askarlarning hujumiga, oyoq osti qilishiga uchrashdan qo'rqadi. 3-bob. Bir kuni namoz degar vaqti bilan Mahmud qari ko'l bo'yida xiyol surib o'tiradi. Birdinla jiroqdan kelayotgan ot to'yiqining ovozini anglab, daraxtlik ichiga mo'kindi-da, tiniqmi chiqarmasdan jim turib oldi. Ozroq vaqtdan keyin otliq bir yigit ko'l bo'yida otdan tushdi. Mahmud qari u yigitni to'nib, darhol daraxtlikdan chiqdi-da, "Ukam, Hasanjonmisan?" deb uni oldiga itilib keldi. "Mahmud qarika, tinchlikmi?" dedi Hasanjon Mahmud qarini quchoqlab turib. Mahmud qari Hasanjon bilan qayta ahvol so'rashib bo'lgandan keyin Hasanjonga zo'qinib qarab ketdi. Hasanjon 24 yoshlar chamisidagi egiz bo'y, oq yuz, qo'shima qash, kichkina burut qo'yib olgan polvon sifat yigit edi. "Ukam, seni ko'rimgili xeyli yillar bo'ldi. Oila bo'yicha bu yurtdan ketib qolibsizlar. Qanday turmush kechiryapsizlar?" deb so'radi Mahmud qari. "Dadam bu yurtda bek qiynalib ketgan chig'i" deb gap boshladi Hasanjon. "Shunga bizni bu yurtdan chiqib ketgan edi. Mana sizlar bilan ko'rishmagili 8 yil bo'pti. Biroq sizlarni zotli unutib qolmadim. Doim seg'inib turdim. Obdan turdinglarmi?" "Yomon emas, ukam. Sen kichkina bir bola eding. Mana endi shundoq baslik, kelishgan yigit bo'lib ketibsan. Tasqaptiman to'nimay qolg'ili. Kela, o'ltirib so'zlashaylik." Ikkilan ko'l bo'yidagi daraxtlikda o'ltirishdi. Bu yer salqin ham jonga rohat edi. Ko'l bo'yi nihoyat kengri bo'lib, suvadan teraklar bir-biri bilan bo'y talashgandek o'sib soya tashlagan. Majnun tollarning shoxlari qizlarning ushshaq o'rilgan chochlaridek yalpinib turgan edi. Atrofdagi kishilarning to'lisi boshqa joyga ketgan bo'lg'achqa, ko'l bo'yi tep-tinch bo'lib ketgan edi. "Hasanjon, qani aytqana, yurtdan ayrilib, nalar yurdinglar?" deb so'radi Mahmud qari.
Mamut qarka, dedi Hasanjon gap boshlab. Bizning borgan yerimiz cho'l yer edi. Bozorga kirish uchunmi ko'p ovar bo'latdik. Chatqonlar orasidagi chig'ir yo'llardan tasdi mang'atdik. Turmushimiz bak g'o'rgul bo'lg'achqa, xos qo'noqni yeb, qo'noq ishi ichib kun oldik. Dadam o'rtoqchilik qilib, yerni teriydigan boy meni jangalga mol boqqili avatdi. Meni bir boshlab berib, molchiga tashlab qo'yib ketdi. Men burun uydan ayrilib baxmag'achqa, jangal bakmo surlik to'yildi. Dastlabda qo'rqib, sotmadimmi chiqmadim. Molchakam nega borsa, keyindan dingildab soyisidak agishib yurdim. Shunda qilib 5-6 yilni uning bilan birga o'tkazdim. O'shga inak seg'ishni o'rganib oldim. Yavu to'qlarni kavob qilib yedik. Tuxumdan ayrilmadik. Shuning bilan 18 yoshga kirganda kuch-quvvatga to'lib, hech narsani qo'rqmaydigan yo'lbosdak bo'lib ketdim. Keyin molchi akam bo'ronda qilib o'lib ketdi. Uni yerlikiga o'zim qo'yib, bilgan oyatlarimni o'qib, uning ruhiga duo qildim. O'zim yolg'iz qolgandan keyin uningga chidamay necha kungacha ko'z yashim qurmadi. Butun jangalda o'zim yolg'iz mol chorva va bir it bilan qolgan edim. Tomoqni qanday qilatdinglar? Molchi akam bilan ko'mash pishratdik. Umat chilib ichatdik. O'zlarim billah. Jangal deganda bo'libmi, biz bar jangalda bizdan boshqa odam yo'q. Bor bo'lgandimi, necha soatlab yo'l mansaq aram uchirta olamiz. Shunga o'choqda o'tni zodli o'chirmadik. Qishi yoz o't o'chirishga bo'lmag'achqa, quruq qaqshal bo'lib qolgan to'g'roq yog'ichini to'pig'i ko'mib, bir uchiga o't tutashtirib qo'yamiz. To'g'roq ya kuyib ketmay, ya o'chib qolmay, bir boshdan asta kuyib, cho'q bo'lib turdi. Bu tugay deganda yana bir to'g'roq yog'ichini ulab qo'yamiz. O't lozim bo'lganda kuyib-atgan uchini ko'lab, cho'q ilib ishiltimiz. Kömeşke xemir yoğurup, kalı yığı yoki qo'y yığını to'g'rab xemir bilan birga kömsek bek tatlı pişidi. Hem teniga quvvat qiladi ekan. Qish vaqtida satmadagi o'choqda o't kuyib turdi. Shu yerda choy qaynatib ichimiz. Qishliqi shu o'tning issiqida rohatlanamiz. Malchakam qo'y bo'g'izlab kavob qilatdi. Jigarni dori darmon bilan kavob qilib bersa, yeb to'ymaydim. Yillab ko'ktat, meyve yeb yelmegashga issiqimiz ishib, lavlarimiz chaq-chaq yerilib ketadi. Nima iloj? Shunda qilib boyning men bilan yoki ota-onam bilan kori bo'lmadi. Bir kunlarda qandoq bo'ldi-kin, mening o'rnimga bir kambag'alning bolasini yana bir molchiga qetib, jangalga avatib qoldi. Men uyga qaytadigan bo'ldim deb bek xo'sh bo'lgan edim. Uning keynida bir o'yin borligini kim bilsin. Bek baldir xo'sh bo'lib ketibdiman. Aslida bizning yeziga 100 askar elish vazifasi tushib ekan. Boy meni askarlikka tutib beribdi. Ota-onam boyga bir o'kuz 10 qo'y berib, meni askarlikdan qutuldirib qolmoqchi bo'pti. Biroq meni molchi qilib etgan, jangalda yavoyi turmush kechirishga qo'ygan Metsaid boy tungan qaraqchilarning g'olchisi bo'lib, ularning soyasida mol dunyo yig'vatgan qonxo'r ekan. Shuning bilan men 3 er kishi bilan u yurtdan bir kechada qochib chiqdim. 3-kuni oldimizga bir to'p kishi uchirdi. Biz ularning oldiga kelishimizga bizga qurollarni batlab, hammaylarni dumyat qo'zdi. Qo'llarimizni bog'ildi. Men bog'loqqa tushgan qo'ydek tipirladim. Aslida ular puxroch kiyinib, bizni qo'g'lab chiqqan g'olchilar ekan. Bizni bog'lab qo'yib aram topdi bo'lg'ay, osh qolgan bo'rlardek eg'ilga kirib, semiz bir qo'yni so'rab chiqib so'ydida, gulxan yiqib, kavob qilib yeyishdi. Ondan bizni bog'lab akelgancha askarlik tutib berdi. Metsaid boy meni ularga molchi deb ekan, qo'y beqishdan qutulganim bilan ot beqishga tutildim. Bir kuni ajoyib bir ish bo'ldi deysizlar. Maliyanjonning etiga qaraydigan yana bir kishi bo'lib, pakar bir puti sal oqsaytdi. Bek yavash bichar edi. Bir kuni o'yg'ir bo'shinib baytalning yeniga berib qopdi. Ikki at tepishib, tishlashib, bir-birini zedi qilib etibdi. Buni ko'rgan Liyanjon nemishqa ikki atni ayrim qo'ymadim deb u kishining gajgisiga miltiqning poyniki bilan birini qo'yib edi, dum tushib o'rnidan tura olmadi. U vahshiy hayvon yana nemishqa gap qilmaysan? Seni zuvon keltirmaydigan bo'lsam deb u kishini o'choq oldiga so'rab opirib, qiziq cho'g'ni elib putiga yiqib edi. Uning pochiqi o't kuyib pishildab ketdi.
u bechora gap qilish u yoqda tursin, ho'shsizlanib yerga tushdi. Heliqi qonxo'r bir pay o'q bilan uning jinini oldida menga qarab, "Ko'rdingmi Hasan? Bexastlik qilsang, mushundaq kun qolsan. Uni darhol ig'ilning keyni ko'mib yetinglar. Bu gap bu yerda qolsin. Agar kim boshqalarga deydi ekan, ko'rgulikini ko'rdi," dedi. Mening yuragim laxti-laxti bo'lib ketdi. O'zimni tutib olmagan bo'lsam, uni shu yerda bo'g'ib tashlaydim. Ammo ichimda bir kuni uni o'ldiraman deb qasam ichdim. Bu ish menga qabohatlik tushdek bilindi. Bir necha kun kechalari jo'yilib turib ketdim. Bir necha kungacha heliqi bechoraning ichinishlik o'limi ko'z oldimdan ketmay, yuragim ezildi. Gelimdan non, suv chog'liq narsa o'tmadi. Ko'zimdan yosh qurimadi. Meni tasvirligisiz bir vahim qoplab oldi. Hasanjon bir oz ko'zlarini chim yumib, esada yig'lab, aran-aran o'zini tutib oldi. "Mahmud qarika, mening bu ishlarga aqlim yetmaydi. Yana bir o'ylasam, buningdanmi ig'ir kunlar qolgudakmiz," dedi. "Shundaq bo'ldiga o'xshaydi. O'tkilar hozir nada? Biz bir amal qilib yurtga qaytib keldik, biroq ota-onam odamsiz bir joyda qoldi. Sizlarning boshlarig'imi ig'ir kun kepti aka. Sizlardan hol so'ray deb izlab chiqishim edi," dedi Mahmud qari qarab. Hasanjon Mahmud qari oilasiga kelgan fojiani boshqalardan anglab, kechada otliq eshik oldiga kelib, yoqasini tutqunicha turib qolgan edi. Odam qilipidan chiqqan bu vahshiylik kishilarning jinini titratgan, bu xil razillik hamma kishini qo'rqinchga solgan edi. Shundaq chiroyli qo'ro'joy bir dövi kulga aylangan. Texi kuyib bo'lolmay turum-turum chiqayotgan ochiq is kishini to'lin bearam qiladi. Hasanjon o'zi ko'rgan ichinishlik manzarini oldirab tilga ilishga ko'ngli unamadi. Mahmud qarining lablari titrab, ko'z yoshi ixtiyorsiz qorqinchoq mag'zidan eqib tushdi. U o'zini aran-aran tutib olib, "Ukam Hasanjon, beshimizga kelgan kunlar boshqalarning beshiga kelmasin. Ilohim, yuragim laxti-laxti bo'lib ketdi. Men dadam, xotinim, oltindek 2 farzandimdan ayrildim. Texi o'z uyimga berib, dadam, xotinim, farzandlarimning kuyib kul bo'lgan jasadini bartaraf qila olmadim. Bu mumkinmi? Bir o'g'il bola turib, ularning oxiratlik ishlarini qila olmasam, ularni o'z qo'lim bilan yerlik qo'ya olmasam, men bu odam bo'ldimmi? Hayotligida hech kimga azor bermagan mehribon oila kishilarim bir dövi kul ichida yotdi. Shunga hasratim bek ko'p, yuragim har chaqib olgandek ichishdi. Bu yerdagi tuqqanlarim meni uyga borg'ili qo'ymadi. Men qachongacha mushukdek ko'zimni yumib yotaman. Bu bir o'g'il bolaga loyiq kunmi? Ukam, aytdi. Men zodi qandoq qilay?" dedi. "Mahmud qarika, bu haqiqatan qabohatli ish bo'pti. Men eshik oldilariga berib, u ichinishlik manzarni o'z ko'zim bilan ko'rib, yuragim yerilgudek bo'lib ketdi. Endi qandoq qilay deb atadilar. Bu yerda onam bilan singlimni qo'g'dab turibman." Mahmud qari oila fojiasini so'zlab etib, yuraklarini tutdi. G'azabdan o'zini to'xtatib ololmadi. Oxirida Hasanjonga esilib, pixonliq yig'isini biratlab tegdi. Hasanjon barliq mehri bilan Mahmud qarini chin quchoqlab, o'zini yeshini to'xtatib ololmadi. Chunki Hasanjon bilan Mahmud qarining 10 yosh farqi bo'lsa-mu, ikkilan bak yaqin o'tadi. Seyit Hoji oilasi ilgari Hasanjonlarning oilasiga ko'p yaxshilik qilgan, ularning dardiga darmon bo'lib, qiyinchiliklarni hal qilib bergan edi. Shu vajidan Hasanjon Mahmud qarining bu yerdaligini bilib, atayin yo'qlab kelgan edi. "Mahmud qarika," dedi Hasanjonmi ko'z yoshlarini surtdi. "Biz degan erkak, odatdagi chog'larda biz xotirjam ishlab, jinimizni jon etgan. Ota-onamizning holidan xabar olgan edik. Endi yurtimizning holi xarob bo'lib, bir to'p qaroqchilarning bo'zaq qilishiga uchrayapmiz. Yig'lamizlar. Yig'lash erlarga yarashmaydi.
Мен miltiq tutib baqdim. Buningdan keyin doim tutmoqchiman. Gap miltiqni qandoq ishlatishda qoldi. Bu yurtdagi yosh erlar askarlikka tutilib qilishdan qo'rqib mukib yurishadi. Ota-onalarmi barliq mol-mulki besotini berib, o'g'illarini askarlikdan qochiradi. Shunga bir qism kishilar bu yerdan qochib ketsa, yana bir qism kishilar choshqon uviga kirgandek qochib yushirinadi. Bu kishilarning qochqini sezilib qolsa, o'liklari qog'i quzg'unga yem bo'ladi. Uka Masanjon, sen Mahmud Qarka, men hozir ot boqadigan askar. Men bar yerda miltiq, o'q-dori bor. Men burun keng zaminda pada baqdim. Ot choptirib yurdim. Ragatga bilan qushlarni ovladim. Kaltak bilan to'shqon tutdim. Ishnimanki, qo'limga qurol chiqsa, nishonga tekkizalayman. Bugun silini atayin yo'qlab chiqishim, Alloh buyursa, biz yana ko'rishimiz. Kim biladi, keyingi kunlarda bil miltiq tutib qolamdik, dedi. Uka Masanjon, biz rastınla bularga qarshilik qila olamdik, deb so'radi Mahmud qari uningga umidli qarab. Biz jur'at qilib ahlimiz bilan ish qilsaqla, cho'qim buloq bo'zak bo'lmaymiz. Hech bo'lmaganda 3 yil ish fursatini topa olamiz. Men aldirash kelgan edim. Sizlarni ko'rib ko'nglim joyiga tushdi. Yana birga bo'lib qolsak ajib emas. Hammamizni xotirjam qiladigan kunlarmi keladi. Aka, shunga g'ayratli bo'layli. Xudoyimga omonat. deb yana bir qitim quchoqlashib xo'shlashgandan keyin etini choptirib ketdi. Mahmud qari Hasanjonning orqasidan qarab, endi yana ko'rishalarimizmi deb o'ylab turib qoldi. Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romanini bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Allohga omonat.